Bir kuni bir qiz yo'ldan adashib avtobusdan qolib ketadi. Nima qilarini bilmay, eng yaqin uyga borib eshikni taqillatadi. Eshikni bir yigit ochib, qizni ko'rib hayron qoladi. Qizdan kimsiz deb so'raydi. Qiz o'zini talaba ekanligini, bu yerga maktabi bilan birga avtobusda kelganlarni, ular bilmasdan qizni qoldirib ketishganligini va ortga qaytish yo'lini bilmasligini birma-bir aytib beradi. Yigit qizga bu yer bir tashlandiq qishloq, siz bora olmayotgan shaharcha esa janub tarafda, siz esa shimol tarafdasiz. Bu yerda hech kim yashamaydi. Keling, bu kechani shu yerda o'tkazing. Erta tong bilan sizni shaharchangizga eltib qo'yaman deydi. Qizni uyiga kiritib, o'zining yotog'ini qizga bo'shatdi. O'zi esa xonaning bir chekkasida uxlashini aytdi. Xonaning o'rtasidan parda tutdi. Qiz ko'rpaga o'ranib olib, qo'rquv aralash yigitni kuzatib yotdi. Yigit esa xonaning bir chekkasida kitobini ushlab o'tirar edi. Oradan biroz vaqt o'tgach, yigit to'satdan kitobini yopib, ro'parasida turgan shamga qarab xayol sura boshladi. Oldin bosh barmog'ini shamga to kuyguncha tutib turdi, keyin qolganlarni ham shu tariqa kuydirishni boshladi. Qiz yigitni kuzatarkan, uni bir qandaydir diniy marosimlarni o'tkazayotgan jin bo'lsa kerak degan fikrga kelib, ovozini chiqarishdan qo'rqib, ich-ichidan yig'lardi. Ikkisi ham shu tariqa uxla olmasdan tong ottirishdi. Tongda esa yigit qizni shaharchasiga kuzatib qo'ydi. Qiz uyga kelib bo'lgan voqeani oqizmay-tomizmay otasiga aytib berdi. Lekin ota ishonmadi. Aksiga olib, qiz qattiq qo'rqqanidan kasal bo'lib yotib qoldi. Ertasi kuni ota yigitni oldiga borib, xuddi bir yo'lovchiday o'zini ko'rsatib, yo'lni tushuntirib yorishini so'radi. Yigit bilganicha tushuntirib bo'lgach, ota yigitga tashakkur aytdi. So'ng gap orasida bog'langan qo'liga ishora qilib, nima sababdan kuyganligini so'radi. Yigit kecha bir go'zal qiz adashib qolib, majburan menikida tunab qoldi. Shunda shayton meni vasvasa qila boshladi. Har vasvasa qilgani sari oxirat olovini eslashim uchun avval bitta, keyin qolgan barmoqlarimni kuydirdim. Iblis meni o'z hiylasiga tortishidan avval men barmog'im bilan shaytonning shahvatini kuydirib tashladim. Qizga hujum qilish fikri meni kuygan barmoqlarimdan ham ko'proq azoblardi. Yigit qizning otasiga juda yoqib qoldi va o'zini kimligini aytmasdan yigitni uyiga taklif qildi. Va o'sha go'zal adashib qolgan qizini yigitga berishga qaror qildi. Yigit o'zining sabri va aqli bilan bir kungi harom tunni qo'lga kiritish evaziga butun umrini halollik bilan o'tkazish baxtiga muyassar bo'ldi. Kim Alloh uchun yomonlikdan voz kechsa, Alloh evaziga yaxshiligi bilan siylaydi deyilgan hikoyada. Azizlar, ushbu hikoyamiz sizga yoqqan bo'lsa, videorolik ostiga bir dona like bosib, kelgusi hikoyalarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.